Madinada sodir bo'lgan dahshatli voqea. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu voqea kimgadir ibrat, kimgadir saboq bo'lishi uchun video ostida bor yo'g'i bir donadan like qoldiring. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Peshona teri bilan topgan jamg'armasidan zakot bergan dehqon bir do'sti bilan haj safariga otlandi. Dehqon zakotni ado qilganidan so'ng qolgan pullarni belboqqa o'rab, beliga mahkam qilib bog'lab oldi-da, yo'lga ravona bo'ldilar. Bir necha kun yo'l yurib, Madinaga yaqin qolganida bir karvonsaroyga to'xtadilar. Peshin namozini o'qishga niyat qildilar. Tahorat olish uchun chiqib turgan buloq suvlaridan birining yoniga borib, o'tirgan dehqon biroz xordi qoldi va tahorat olib namoz o'qidi. Do'sti bilan Madina tomon yo'l olar ekan, biroq belidagi pullardan bog'langan belbog'ini tahorat olgan buloq yonida unutib qoldirganini bildi. Qaytsammikan, o'yladi dehqon. Oradan ancha-muncha vaqt o'tdi. Allaqachon kimdir topib olib ketgan bo'lsa kerak. Odam gavjum joy bo'lsa. Mayli. Ammo bir umr yiqqan boyligim edi-ya, o'ylardi dehqon. Dehqon do'sti bilan haj ibodatini chiroyli tarzda ado etdilar. So'ngra yana o'sha yo'l orqali ortga qaytdilar. Pulini unutib qoldirgan karvonsaroyga namoz o'qish uchun to'xtadilar. Dehqon o'sha pulini unutib qoldirgan buloq bo'yiga oshiqdi negadir. Ammo u buloq bo'yiga hech kim o'tmayotganidan taajjublandi. Dehqon o'sha buloq tomon yurgan edi. Odamlar uni to'xtatib dedi: "U buloq bo'yiga borma. U joyda katta bir ilon bor. Yaxshisi boshqa buloqlardan birida tahorat olaver." Dehqonning qiziqishi ortdi va dedi: "Yo'q, men o'tib ko'raychi, qanaqa ilon ekan?" Dehqon buloq bo'yiga o'tib ne ko'z bilan ko'rsinki, belbog'iga o'ralgan pullari turar edi. Dehqon xursand bo'lib, pullarni olib, yig'ilgan odamlarga bor gapni aytib berdi. Shunda odamlar orasidan bir ulamo dedi: "Ey musulmonlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini eslanglar. Kimki topgan molidan Alloh uchun zakot bersa, Alloh uning molini o'g'ri va har xil talofatlardan asraguvchidir" deganlar. Ushbu birodarimiz ham zakotni o'z vaqtida Alloh yo'lida berganligi uchun bu belbog'idagi pulni Alloh odamlar ko'ziga ilon shaklida ko'rsatgan va natijada ushbu omonatni o'z egasi kelgunicha saqlagan. Hurmatli tomoshabin, ushbu ibratli voqea sizga ham yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing. Siz bu bilan ushbu videorolikimiz boshqalarga ham tezda yetib borishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.